Bilamsizlar, muallim taxtga qarab turganda men savollarimni almashtiryapman. Voy, ajoyib qiz bo'ldi. O'zimiz qanaqa qiladimkin? Bugun ajoyib yaxshi kun bo'ldi-da. Durust Sepjamol. Shunday savol chiqdiki, ulug' bo'lmas Mahmud Qashqariyning ijodiy faoliyatini so'rdi demaysiz? Voy, bunday qiyin savolga qanday javob berdim? Nemiz qiyin? Rohatlanib javob berdim. Axir uydagilarning hammasi kimlarning avlodi ekanligimizni kecha kunduz aytadi-ku. Durust deysan. Mening ota-onamning ajdodlarimizga munosib farzand bo'lishimizni ko'p takrorlab aytdi. Hey filosoflar, tamoqnishga bormizmi yo'qmi? Bo'ldi. Siyosiy xato qilib qo'shishimizga ozli qapti. Qaniyamiz parvozga. Bo'ldi, chaqnaroq mayli. Oldirmayman savochu. Parvozga. Parvoz qilmoqmiz. Qo'sqoshqa mahkab bular meni qoldirib jugadi-ku. Qani marhamat. Bugun leksiyasi qo'llarimning og'rib ketgani. Astamani. Degan vaqtida beshidan parigim tushib qoldi. Tova, buni yetish uy ko'p bo'ldi. Nima degan chiroyli? Sochandi. Mana mangdim-ku. Qancha bo'pti? Qadash tavad bo'lamiz. Hey, Ramon. Hech qilsa. O'zingiz qilib. Voy, Ko'rmikin desam, tormozkan-ku bu. Kechirayotgan. Men atay emas. Qo'yib bering-a. Tam vaqti tormoz. Erkin, ketixmayadiz. Hey Majnun, Malik barba deb bishimiz qatirayotganding-ku. Bu hangayma o'yin mana? Bo'lsang chadash. Shunday chiroyli yigitga. Shunday yigitlarni har doim qo'pol gap qilib hop qilsan ey Soyibjamol. Yiqib qolgan bo'lsa, berdim sana shu hang vaqtini. Hey Gulnisa, nima o'ylayapsan? Sepjamolni yigitni yaxshi ko'rib qolgan bo'lish kerak-da. Hey, uchovni qanaqanaч mening yigitim bo'ldi? Dut. Bo'ldi. Boshqa gap qilmayman.
Dada, apa, assalomu alaykum. Aleykümselam altın kızım. Ha? Aleykümselam. Nemi gap kızım? O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi. Dada, apa, Ha? men bugun davlat imtihonidan eng yuqori reytingni oldim. Vay berikelle. Tebrikler Vayim kızım. baxtingni bersin oltin Berikelle kızım. kızım. Men hozir Voy jinim bolam ey. Dada men adam o'xshash universitetda o'qisam eng yuqori balni olaman. Vay. Sen birinchi kundalik tikishkilarni jo'ndavag'ini kech bo'yi taladin kirmaysan. He, kechgacha ko'chada qang'ib yurib, seni kuzatib yurgan yigitlarni ko'rib qolsam qanday qilay? Ey, uyatsiz. Xafa bo'lma bolam, xafa bo'lma. Gel Ke kızım. o'ta qizim. Chay ishgin. nima bo'ldi? Tragediya. Baktım zamanı bakmadım. Yüreğimge kan doldu senem can. Yüreğimge kan doldu senem can. Ben zamanına baktım zamanı bakmadım. Yüreğimge kan doldu senem can. Yüreğimge kan doldu senem can. Ballarım, tamaq tayyor bo'ldi. Qo'llaringlarni yuvib, jo'ziq kelinglar. Hozir. Memallık için, memallık tamak vermemişler. Voy, aynib ketay. Voy balam, Assalomu voy jinim alaykum. balam. Jinim Yaxshi opa. keldingmi balam? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka, yaxshi keldingizmi? Voy jinim balam. Singlim. Juringlar, tamaq tayyor bo'lib qoldi balam. Men tamoqqa qarab boqay balam. Qalavalınız, mana sizga so'g'a keldim singlim. Voy rahmat aka. Oo, assalomu alaykum aka. Kech keldingmi? Boying o'sib ketdi-ku sening. Ha. Qanday ahvoling? Yaxshi aka. Mana men sana va'da bergan sog'in ib keldim. Tuta. Rahmat Hoppa. aka. Rahmat. Voy jinim Jinim balam. opa. Yo'llarda qiynalmay yaxshi kelgansan balam. Yaxshimisiz opa? Yaxshi balam. O'zing Men qanday? yaxshi. Xudo yaxshi. shukr. Chur, jo'ziq o'ta Rahmat, balam. opa. Chur. O'zingizcha. Xudoga shukr balam. Jinim opa. Mana bu sizga. Voy balam. Avar bo'psa. Buni kiyib nega borman? Alaydan siz uchun oldim onajon. Jinim balam, ranging sarg'ayib ketibdi. Ko'p ishlayapsan, balam. Otam tirik bo'lsa-chi. Uncha qiynalmasding, balam. Voy balam. Mening baxtimga siz salomat bo'lsangiz bo'ldi onajon. Marhamat. Rahmet. Sadir Muhamedjonovich, menga boshqa topshiriq yo'qmi? Aylık hisavat hakkında hem filiallara haber verdiniz mi? Hamma filiallarga xabar berdim. Hisobotni vaqtida topshirdi. Rahmet. Bari. Aha, ma'qul.
Sadır Muhamedjanoviç, sizni Amerikadan dostunuz Arslanbek so'rayotidi. So'zlashamisiz? Elbet sözleşme. Ulan. Xo'p bo'ladi. Alo. Anlamadım. Assalomu alaykum Sadir boy. Ve aleyküm assalam. O Aslanbek. Kandaksın. Ahvala yaxşı mı? Salametle yaxşı mı? Kelin, oğul kızların yaxşı mı? Rahmat dostum, rahmat. Xudoga shukri. O'zing qandoq? Mehrgul, ballaring yaxshimi? Yaxşı. Men telefon qilsam, o'zing telefon qilay demaysan, ha? Ey Aslanbek. Sen hamma vaqt zurugimning to'rida tursa. Faqat keyingi paytlarda ishlar ko'payib ketib, sening bilan so'zlashamay qoldim. Kechi do'stim, kechi. Dostum, bu dunyoning ishini tugatib bo'lamdi. To'g'ri. Men senga bir maslahat bilan telefon qilyapman. Xo'sh do'stim. O'g'lim Aziz magistraturani tugatdi. Oo, ajoyib yaxshi bo'pti-ku. Pat yaqinda hammamiz Olmaotaga boramiz. Nihoyat yaxshi. Yo'q demisan, qizing Soyib Jamolni kelin qilmoqchimiz. Bunga nima deysan? Nima deysan deganing? Seningdek inson bilan qudu tuqqan bo'lish mening uchun cho'ng obro'y. Keliga qon gaplarni mana shu yerda so'zlashib olamiz, xo'pmi? Rahmat do'stim. Men sening moshundaq deyishingni bilatdim. Xayr, xo'sh, ko'rishmon bo'laylik. Aman bo'l. Xo'sh. Xo'p. Barar edi tüt güzel kız koçu boylap Kolları da kızılale gülünü oynap Taze hava. Şengil hava. Aldırma. Kılsa iyi diyorlar. Her varsa kızıklar falan etişirsen de. Ben de mukanatqı bilan tushdi. Yani kançılık kabul yap. Sen kışkınımız yaxşı da. Yani tövendin. Başa kıça. Hopla yanaş kızım ey. Şu. Bu yanısız mı? He. Men. Yana bir qitim sumkamni chechatmoqchi bo'lsangiz, avara bo'lsiz. Afsus bu qitim sumkam yo'q. Han vaqti. Şu kızların şarkıyım taştı Abi sen gül takılan kızlar geliriz. Kızınızki He manzara. kızayıp tutup etmenler. Asta so'rishdi. He astarak. Mundaq bo'lmagan. Güzel kızlarıma gülüp bakımında Ay ruhsarın nigahını Hey Mecnun. Ey Mecnun, bo'g'da. Eylep kalbini Külkü eylep yüzünü Şürgümden dökmezdin Böyle aldın gönlünü Anısı. Ey anısı. Anısı. Nima bo'ldi dadsi? Tinchlikmi? Bormi sen? Nima gap? Ey suyunchi begim. Tinchlikmi? Tinchlik bo'lganda qandaq? Nima bo'ldi dadsi? Do'stimiz Aslanbek yaqinda Amerikadan kelayotganmiz. Voy qanday yaxshi bo'ldi. Do'stimni ko'miginimga xiyli bo'lgandi. Do'stingni ko'mgining mayligina. Do'stimiz Aslanbek biz bilan qudu bo'lmoqchi. Qizimiz Soyib Jamolni o'g'li Azizga ipamekchi. Nima? Rostmi dadsi? Rost Voy bo'lganda. qanday yaxshi bo'ldi. Ilohim yetqaldirimiz kelsin dadsi. Rahmat Voy anisi. qanday yaxshi. Qanday choy ichsiz? Sim choymi, atgan choymi? Hadim, sinchay, ot chiqsin chay. Hozir damlab chiqaman. Hozir. Soyib Jamol, yigitni yan qatding-da. O vaqtga u. Voy, nima bo'ldi? Uf, buni jin ursin. Hech qachon mandaq bo'lmagan. Balki benzin tugab qolgandi. Voy nima davatsa? Kep Soyib Jamolma benzin tugamdi? Evakuator chaqirish kerak. Ma'qul bo'ldi. Maqli bo'lib tartishmay. Hali adash Görüşümüz bu. Xo'sh. Toshqanachim, o'ta bo'la katta. Menga versa yetishib olmam ekan.
Ay demeyin ama yok da sen alsın ya. Yana sözü Hangi vakti? Apa kız, bu etrafta sizden maşinanızı yasaydıgan isto pesto mu yok? Amal yok. Maşinanızı sürek geçiş gerek. Oturunlar. Oturunlar, bu musun bana mı? Vay bana kızım. Gel. Hey, otasancı. Gece kıyılıp ketsin. Bundaq yigitni hozirgi paytda kunduzi chiroq yoqibmi topamiz? Ha, durust. Gece. Apa kız, öyünüzün adresini it bildiniz go? Yo'q, rahmat. Uyi qag'dadan ilgili. Savobni oxirgi chiqilishga ruxsat beraman. Qudus va Jamiyarov ko'chasi 101-uy. Ma'qul. Bu shaharga birganda tushib qolamiz.
Yaxşı gap sende dostum. İş kılıp uzak yolu ardırıp koymadım ha. Ya dostum, seni görüşüm bilen Allah ağının bir dil tarqaldı degine. Merhamet. Rahmet. Rahmet. Teni. Mening kelishimdagi asosiy maqsadni o'zing bilsan. Sening qizingni o'g'limga uylantirib, Amerikaga qaytib ketish. Rahmet dostum. Rahmet. Allah'ım bəxtlik olsun. Xo'sh, o'zingni nima yilqilaba? O'tirg'ich och. Yakında bir zavod açtım. 2000 kişiga mo'ljallangan. Hozir ishlayotir. Ha, o'zingmi bir ish ochgansa, aqchang bo'lsa, bir zavod, fabrik ichib qo'ysang bo'lmamdi? Do'stim, mablag'u bog'u. Biroq millatning taqdiri nima bo'ladi? Millat kinim bo'pti? Mening armanim Amerikada bir zamonga loyiq bir maktab ichish. Maktab? Ey, maktab ichishmidi bu qilsa? Nima qilsa, do'stim? Bolalarimiz ko'p tilni bilgan yaxshi. Biroq ularning shurugini uyg'ur qilishimiz kerak. Ha, biz oxir kimning avlodi? Biz Mahmud Qashqari, Yusufxos Hojib Balasog'uni, Ahmad Yunaki, Xirqti Zilili. Mana biz mushunda ulug' zotlarning avlodimiz. Kechirsa do'stim. Men bu haqda hech qachon o'ylamabdim. Ruxsat bo'lsa, men Savchanga bir yo'l qo'ydigan. Ruxsat bo'lsa. Mayli. Men seni bilan janda boratdim, lekin bir xaridor kelish kerak edi. Savchanga salom. Ma'qul. Yana uchrashamiz. Uchrashguncha. Xayr xo'sh. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum opa. Hozir opa men sizga o'zim telefon qilay. 1 minut, ha? Hayip Cemal kızım. Sana ne oldu? Hammasi durust ada. Faqat mashinam o'tolmay qoldi. Mana bu yigitga rahmat so'rab qo'ydi. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimsan bolam? Rahmat. Mana bu sana. Ya, bu nima deganingiz? Al. Ya, yo'q. Men olmayman. Savob uchun qildim. Rahmat. Rahmat. İsmin nima? Ismim Erkin. Ha, qaysi yezdin sen? Men o'zim asli Uyg'ur nahiyasidanman. Bu yerda chet el firmasida ishlayman. Uyg'ur nahiyasidanmi sen? Ha, bir paytlarda u yerdami bizning qarindoshlarimiz ko'p bo'lgan. Yaxshi. Keyingi vaqtlarda mayli, omon bo'l o'g'lim. Bo'pti. Sizmi salomat bo'ling. Qizim, uyga kirgin. Ma'qul dada. Alo. Erkin, o'g'lim. Erkin ketdi. Yo'q. Telefonni qoldirib ketibdi. Qayerga qoldirib qo'yibdi? Unutib qolibdi. Hozir yetkazma.
To'xtang. Ben yoldan atışıp kaldım. Siz haqiqiy untulg'aq ekansiz. Nimishke? Nimishki telefoningizni tashlab ketdingiz? Axir sizni opangiz izlayotdi. Mana, yana chaqiryotdi. Alo? Apa? Bolam, telefonni qayerga qo'yib qo'yding? O'zing yaxshimi ish qilib? Bir güzel kızdı kaldırıp kettim. Nima? Nani go'zal qizi? Şundaq güzel. Şundaq çıraylık ki. Xuddi siz özünüz. Voy jini bolam, oshiq bo'lib qolibsan-da bolam. İsmim o. Sahip Cemal. Sahib Jamol. Erkin. Erkin. Uxlayotgan domunu. Erkin. Nim bo'ldi buningga? Buningga qattiqroq gap qilayim. Majnun bo'lib qolgan bu. Esat, shundoq do'stimizdan ayrilib qoldik. Erkin, seni chaqiryotdi. Hey Erkin, uxlab qolmagansa? Voy bu atigandan tortib uxlayotdi. Erkin, xiyolingiz nerede? Xiyoldan beri turmani. Teştikmi? Ne problema? Problema meningda emas, sizda. Granka topshiradigan loyihangizni boshliqqa tez ilib kirang. İsim kursun. Lonni qavat edigan hujjatlarni ep kirishim kerakdi qo'y. İşni aytdi ol. Точно Majnun. Ha, durust deysan. Erkin, ben sana proyektini kaç dakika diye? Saat 9'da yoldaş başlık. Hazır kaç oldu? Bir buldu. Senin hıyalın kayada. Ben sana şunca işleş kırışırsam, senin halka işini kala. Kechirdim yoldaş başlık. Başlık qaytalanmaydı. Yo'ldosh boshliq, Amerikadan do'stingiz Arslanbek kelibdi. Arslanbek? Kırsun. Marhamat. Assalomu alaykum. Do'stim, bormisizlar? Mana qara, o'zim kelsa juma. Mana Yoldaş başlık. Kechirsiz. Ben çık. Tekrardan sonra makul mu? Makul. Gel. Dostum, rahmat. Hoş. Tekme adaş, tekme. Hazırki yaşlarga hem şarayet yaratılgandigine fakat işimiz gerek. Babalım da emez. Babalı şunda proyektlerini kıldı ki hatta benim kalmam yetmedi. Ay plan tıkalı. Koydum. Kanda kızağını atalım. Menin Almatı'ya gelişimdeki maksat adaş Sadırbay'ın tanıysan bu. Kaysı? Sadırbay'cı o. Bizim sınıfta. Şununla kudulaş kılamadın mı? Ooo yaraysa adaş yaraysa. Haber olsun. Rahmet. Onun çırağıylık Sahip Cemal namlı kızı üsüptü. Oğlum Aziz'e öyle, ikisini ölemek için. Ol takmak için. Yaraysa yaraysa. Andın Amerika'da ep ketime kudayım kalsa. Aslan kelin bile kuyuğul Amerika'da yaşamda. Elbette Amerika'da yaşaydı. Bizimle bile yaşamadı. Azak yaşlarda kanday yakşı ya. Kalsan Amerika'da yaşa. Kalsan Özbekistan'da. Kalsan Kazakistan'da. Hem de bizim peyitler koyduğuna.
Yeminle gömdük bizi. Xush kelibsizlar. Yaxshi bo'pti kelganinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum Aleyküm assalam kızım. Qani qizim? Kelginin Nimalarga chaqirib? zep yaxshi bo'libdi do'stim. Beshimiz osmonga yetdi. Rahmat qizim. Rahmet. Senin bilen telefonlaşkandan keyilla. Hem işini yığıştırıp koyup Tırısnayını ayak kolu yer tekkizmey. Qo'ying Uçup abi. geldik degine. Hey, o'g'limiz aspiranturni bitirdi. Yaxshi, yaxshi. Endi o'rnish paytim kelib qoldi. Shuning uchun o'zimiz bildigan, sizlarga o'xshash do'stlarimiz bilan quda tushishga keldik. Qana qaraysizlar? Yaxshi, yaxshi. Nihoyatda yaxshi o'ylabsiz do'stim. Men nima deyman? Bilgan yerdan kelinaganga nima yetsin? To'g'ri. To'g'ri. To'g'ri, Rahmat, to'g'ri. rahmat. Sizler kız. Biz de bolsa oğul degendek. Kıyırındaş boşluk geldik. Bir ay vaktimiz var. Eğer sizler makul körsengler bir haşemetlik Almutu'nun çoğun bir restoranda toy kısak degen arman var. Ne bileysen? Başlayımız da dostum. Makul sanlar degenin nimisi? Ahır Endi. kudu olsa, sizlerdek abroluk adamlarla kudu boğatınız. Rahmet. Rahmet. Ben boşunda boşunu bilgendim. To'g'ri. Durust deysiz. Qani, to'y bo'lsin. Toy ulaşsın ha. Sağ ol. Barakallah. Yaxşı. Qani. Armanlar Şayad yaxşı. bir Osmonga yetdi. Rahmat. Mestanım en didarına, sügünüm sen can yarey. Mestanım en didarına, sügünüm sen can yarey. Dil dumarım, dil xumarım, yaşlığım sen yarda dey. Dil dumarım, dil xumarım, yaşlığım sen yarda dey. Süygen yarım küygünüm, çiçeği seni can güzel. Azizim sen xumarım, süyey seni can güzel. Süygen yarım küygünüm, çiçeği seni can güzel. Azizim sen xumarım, süyey seni can güzel. Süygi uti küyer dilda, üzsen sen yar aranım. Süygi uti küyer dilda, üzsen sen yar aranım. Kel kışımga güzel kelgin, süydürüp sen cananım. Kel kışımga güzel kelgin, süydürüp sen cananım. Süygen yarım küygünüm, çiçeği seni can güzel. Azizim sen xumarım, süyey seni can güzel.
begona tangla atqanda, uyqudan bedar yatqanda, asligin meni, asligin, seg'inish jonga patqanda. Күз келіп ямғыр яққанда, көзіңдің мұңлар аққанда, әслеген мені, әслеген, көхлерді чақмақ чаққанда. Soğuk şamal ışık kakkanda, yapraklar yedi yatkanda, esligin meni, esligin, yıldızlar küçüp akkanda. Turnalar жұтқа қайтқанда, қошышып аваз қатқанда, әслеген мені, әслеген, күз кәби мұңлы ақшамда. Sahip Cemal, neymiş ki munçelik? Düşkün keyfiyattaki mısralarını ittiniz. Bu түшкін мısralаны siz başladınız mı? Nime? Tehi, ben başladım mı? Ben dedim go, siz untulğaq deb. Ben unutugaq mı? Ha, siz? Oy! Vay apa, özem qılman. Mә, қызым, жығыштырыңа мұллан. Еріп қалмағансыз? Еріп кеттім ма. Мә, алланым елің. Мұлланым елің. Мә, елің. Kana kızım, amındınız mı? Яқты да. Berikallah. Anısı, Hə? kızın kayada. Vay. Dadısı ensirmem. Kızınız hiç kaçan üzünüzünü yer karatmaydı. Ve dostları bilen bir güdü. Mankara, hazırıl telefon kol. Bunun da keyin, Keşkur'un tamamen koçuk çıkmışsın. Hop. Hem de o Arslan Bek'le gidiyorsun. Çapsan bol. Makul. Sahip Cemal, et qanchada ko'rishimiz? İşiniz bitgandan telefon qilasiz. Ha bo'pti. Xo'sh, Xo'sh, meni asligin? ma'qul. Xo'sh. Xo'sh. Assalomu alaykum dada. Toxta! Nerede oldun? Dostlarım bilen Çimbuloqqa borgandik. Endi dostlarың bilenmi, başka birileri bilenmi, işine barma, yakın arada Amerika'ya kelin bolup gitsen. Apa, dada, nimde vatıdı bu? Hiç yarılmaz. Ne kıldın? Küçük durup mundaq geplen nedim bilse. Toxta kızım, toxta. Çelim kızım. Şığıl. Bu hemme kızının beşiği balırsan. Arslan Beklerinin ailesi, Teltöküz bay devlet, bizge layık aile. Halsan Amerika yaşasın, halsan Beşe'de, Almatı'da. Apa, axir men söymeymen go. Bir qitim kömge adamga. Men qandaq tegime? Ondaq demek kızım. Dadam bilen benle birbirimizni kömey, turmuş kurğanız. Hazır kim dinlemiz? Anıcan, men adamı köngül ba. Meni sevgen yigitim ba. Ay canım. Ününüzce dadam anlap kapsın. Kızım.
Erken, Labey, sizni boshliq chaqiryotidi o. ma'qul. Hozir kiraman. Buni yerini jo'ndatgina. Anlamadın mı? Yoldaş boshliq, erkin kel. Erkin mi? Aha, kirsinmi? Kırsın. Ma'qul. Kırgızım. Xo'p bo'ldi. Kirishga ruxsatmi? Mümkün. Erkin gel. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Erkin. Labey, Tebriklayın oğlum. nim bilan? London'da evetken proyektim 100 bin pul sterlinge oldu. Rostmi? Şenlense bana ver. Ben de Halkara Bank'a verip erişim buldum. Herkes. Oğlum, boşlar işini devam kılıyor. Ben senin bilen takırlıyım oğlum. Takırlıyım. Bununla siz sebepçisiz. Çünkü siz mening ustozimsiz. Her kaçan ishonchingizni oqlashga tirishibman. Yaraysa oğlum. Rahmat sizga. Rahmat. London. Hey balım, qandaqsan? Assalomu alaykum onajon. Alaykum. Yaxshimsan? Hammasi yaxshi onajon. O'zingiz yaxshimisiz? Onajon. Ben Angliya grafı kutlu oldum. Bu nimdigining balam? Tushunmadim. Londonga loyihani avatgandim. 100 ming funt sterling kutib oldim. Voy balam, muborak bo'lsin. Muborak Rahmat. bo'lsin balam. Rahmat. Onajon, buning hammasi sizning duolaringiz bilan. Onajon, endi shaharda uyimiz bo'ladi. To'yning tayyorligini ko'ryapsizmi bo'ladi? Voy jinim balam ey. To'yga tayyorman bu. Faqat kelin yo'q-ku. Hey apa, siz ansirman. Kelinmi tayyor? Sizga yoqdi bilaman. Ismim Sahib Jamol. Ota-onalarim nihoyat yaxshi odamlar. Faqat siz kelsangiz bo'ldi jinim apa. Xo'p bo'ldi balam, xo'p. Albatta boraman. Iloyim, baxtli bo'lgin balam. Rahmat. Salomat bo'ling onajon. Seni sevdim balam. Pek sevdim. Akajon, nima qilyapsiz? Xat yozmayapman singlim. Sahib Jamol akangizni bilasizmi? Shuni qo'lga beraman, ma'qulmi? O'ziga ber. Ma'qul. Sahib Jamol. Kim o? Monini akam beryapti. Ma'qul, xo'sh.
Sahip Jamal, sizni her daim kütkünümde. Xuddi siz kelmey qolgandek bo'lib ketdim. Lekin men har qachon kelaman. Bu sizga Öz qo'lim bilan tikdim. Alo, Erkin, yaşımsız? Yaxşı xo'jayinim. O'zingiz-chi qanday? Shaqotamsiz. Nima bo'ldingiz? Og'riyotamsiz? Men hozir kelman. Yok, haceti yok. İşten keyin telefon. Qiling. Nima bo'ldi sizga? Sahib Jamal, Sahib Jamal. Dadzi. Beshim qaytib qoldi. Nimishga? Qizingiz boshqasini suyman deydi u. Bu nima deganing? Esing joyidami sening? Ha? Axir men Arslanbekning oldida kim degan odam bo'laman? Hamma ayb seningda. Qizingga shu vaqtida ko'z quloq bo'lish kerak deydi. Hey dadzi. Mushu paytgacha hammasi ko'ldikdek edi. Men endi nima qilay? Ishqisi bir-birini suyib qapti. Nima? Tukadim men ularning sevgisiga. Men qayerdadir kelgan bir yezi bosi bilan emas, o'zimga munosib odamlar bilan xuddi bo'lmoqchiman. Hey dadzi. Yezdin bosma o'zimizning millatidim-ku. Undan boshqa universitetning magistraturasini tugatgan ekan. Cho'ng bir firmada ishlaydi ekan. Hey, uyalmasdan og'zingni to'ldirib maqtishingni qara. Bu gapcha qizing Shikingning so'zi birga o'xshab qoldi. Men uning yesiga berib, uyiga o't qo'yitman. Hey dadzi. O'zingizni bilsang, ochig'ingiz kamsin. Ey ba, ko'p gap qilmay tamoq yeb ke. Qo'saqashdi. Alo. Artur. Nima xo'jayin? Qayerdasan? Ishxondamisan? Ha, shundoq ishxonda. Tinchlikmi? Ishlaqanda. Yaxshi. Kuzatda bugun necha odam turibsizlar? 6 odam turibmiz. O'tkish tutsam bo'lamda? Bo'ldi xo'jayin, bo'ldi. Bu chaqda sen yening birisini elib, bugundan boshlab bizniki turibsizlar. Xo'pmi? Xo'p, ma'qul bo'ldi. Bir yigit mashinasi bilan qizimni uzib keldi. Shuni yaxshilab qalchini to'g'rilab, ikkinchi ketdi mening ishigim kamaydigan qilsizlar. Ma'qul, tushundim. Faqat ehtiyot bo'linglar. Qattiq urmanglar, xo'pmi? Xo'p, tushundim. Biroz cho'chitib qo'ysanglar bo'ldi. Ma'qul. Tushdikmi? Ma'qul, tushundim. Xo'p. Sahib Jamal. Nimishga dadingizga tushundimidingiz? Oxiri u hammani tushundigan,
yaxşı adam. Dadam yaxshi adam. Lekin qaror qabul qilsa, hech kim va hech narsa dadamning qarorini buzolmaydi. Bugün ətigəndən meningdən bəxtlik insan yoxdur. Grant tutub aldım. Apamni sizlarni uyiga elchilikka o'tmoqchidim. Siz bilan bir ömür bəxtlik hayot kechirmoqchidim. Afsus. Arzu armanlar vayron bo'ldi. Nahatki endi bir ömür sizni ko'rishga sarf bo'lib yashayman. Nahatki endi bir ömür sizni sığınıp yaşayman. Bertaşım yetermikin? Nahatki bu dünyanın yağan ikenligi şunchalik rost bo'lsa, Erkin, meni kechiring. Sizni azab qilib qo'ydim. Nahatki menga shunchalik oson bo'ldi deb o'ylamaysiz. Men sizni sevg'inib yashamaymanmi? Erkin, hoşamdi. Sen uzatib qo'yma. Yo'q, kerak emas. Yemişki dokuyorum kaş. Axırqı mərtə şu bəxtimi ayırmana. Aka, ne buldun? Bu ko'chaga bir tepib kelsam o'lsa tushunammi? Alo, yo'ldosh postlar. Topshiriqlarni o'rinlab bo'ldim. Ofis bana yaraydimi? Xo'p, bo'ldi.
Dadam çıkıldı öldü mü? Git. Siz bu işiniz bilen hiç narsa o'zgartameysiz. Yok al. Sahip Cemal aşkımız, birbirimizni söyimiz. Yok al dedim. Bu qilayotgan ishingiz zalimlikdan boshqa ish emas. Yok al gözümden. Keçirsiz birader. Ha? Siz şu yüzde turamsız. Ha, meşe turma. Bu yerda shaharda ishlaydigan Erkin degan bolning uyi qayerda? Shaharda nurg'un bola ishlaydi bu. Erkin demsiz? Aha. Erkin. Ha, Abshukur akamning o'g'li, Rahmat Abshukur akamning o'g'li. Mush yo'lni bo'ylab manaversangiz, O'stan chiqdi. O'stanning bo'yidagi birinchi uy. Rahmat birader. Keçirsin Erkin'in uyi şu yama. Ha, şu ya. Sadır! Sadır! Ha! Şunca arzularımız bir çıtmalı Sadır! İntavatsa! Hiç sıkma! Sayın Cemal'dan Nazgün'den yesizli! Başka şutka köçürüp menipti! Kime? Bu sancı o Sadır! Nazgün bile Sayın Cemal'dan şutka! Başka şutka köçürüp menipti Sadır! Nazgün! Ey Xuda! Ben
Beni demişki nazgımdan acırtsa. Hadi ben kazak olma nazgımsın. Sahip Cemal! Sahip Cemal! Sahip Cemal! Sahip Cemal! Sahip Cemal! Endi yenip uçraşmayımız eyniga. Vücudumu, aşkıdumu turpan. Endi yenip uçraşmayımız eyniga. Vücudumu, aşkıdumu. Beni keçiyor Sahip Cemal. Ben seni nahayet köp istedim. Bırak. Tipşka. Aman Allah'ım. Erkin senin oğlun mu? Ben əbləğ tek senin bilen güreştim. Ben vicdansız. Benim için dünyadaki en söyümlük boğan ayalğa azar verdim. Beni geç. Bu hatalığımni üsepçün deyim. Biz birbirimiz geçemedik. Lekin kızım Sahip Cemal bilen oğlum Erkin elbette bəxtli. Beni geçiyor Sahip Cemal. Hayır. Çiçek aşka mutluluk diyar bedende. Sevgimizden yetkin kanda keçimi. Çiçek aşka mutluluk diyar bedende.
Akınızın da bizni izlep жүргенді. Vay ana vakam. Vay aka. Vay, Salam kızlar. salam. Ne mana lan? Sizni izlep. He sizni izlep. Aha, şundak mı? Gün açı benim aynı. Hop. Vah. Merhamet senin. Hop. Hop. Ay, kettik. Çıkı bardağın buldunuz mu? Menimce, dadam ruhsat bermeydi. Ben elbette şehirge barım. Okuyma. Çoğu işler işlep. Seni beşimde götürürüm. Götüremsiz. Ha? Rastlı götüremsiz. Nime, şendense? Bolsa, hazırlı çıkma. Yok. Getirin sen de. Küçüm kalmış mümkün. Yine götürürüm. Şeytan. Yarım gitemem deydi o. Ketkele koymayın. Hayat sınakları kısık iken, biri şad bolsa biri gam iken, arzularga intilip insanlar nimelerge qadir bolmas iken. Hayat sınakları kısık iken, biri şad bolsa biri gam iken, arzularga intilip insanlar nimelerge qadir bolmas iken. Taqdir yolida seni uchratdim, yuragimda seni so'radim, hayolimni o'g'irlab qo'ygan sensan yolg'iz yagona baxtim. Taqdir yolida seni uchratdim, yuragimda seni so'radim, gar bu dunyoda men yolg'iz o'tsam, bilgin faqat seni suyman. Arman qilib seni daim ko'rishni, ig'ir damlarda birga bo'lishni. Sensiz bu dunyo menga kerak emas, sen menga o'rgatding suyishni. Arman qilib seni daim ko'rishni, ig'ir damlarda birga bo'lishni. Sensiz bu dunyo menga kerak emas, sen menga o'rgatding suyishni. Taqdir yolida seni uchratdim, yuragimda seni so'radim,
Bugün faqat seni suymaymiz. Onisi. Ha? Teşlik mi? Kızım Sahip Cemal kini. Uyda yığılab yatıdı. Tez çakır. Toyunu başlaymiz. Ay, yani qandaq toy? Kandak toy bo'laddi. Sahip Cemal bilan erkin o toyidi. Rasma! Rostunda otdimi? Sahip Cemal. Gel kızım. Bu yoqqa gel. Tez bol. Canım kızım. Altın kızım üzemden. Xudoyim bersin toy bo'ladi. Altınlarım. Erkin bilan toyun bo'ldi kızım. Toyun bo'ldi. Yürgen dünyasını koyga dep Köküter mihman geldi öyge dep Mübarek olsun kızım. Mestin bu konuda Bəxtli olan kızım. Belle koygun digen hoşunda Uşaq həmməsini siz günahkar. Əgər siz boş qılğan bolsanız, bu qız bizniki bolatdı. Dünyasını koyga dep Kızık sende. Kız bilen jigit bir-birisini yaxshi ko'misa. Qandoq bosh qo'shidi ha? Muhabbet. Muhabbet. Gel kız. Allah izle. Rahmet. Rahmet apa. Bəxtli olun. Uzaq ömür görün. Rahmet. Olsun be. Bırak. Bəxtli olun kızım. Bəxtli olun. Rızkı digen mikriye ucuhuk kömle Bile koygun Uygur digen hoşunda Təbriklərim. Ballarımız bəxtli olsun. Rəhmət. Sahip Cemal. Yıl mübarek olsun. Rəhmət. Etqiniz gəlsin. Uygur digen yaxşılıqqa yaralgan Bilim ilmi cahanını taralgan Uygur digen yaxşılıqqa yaralgan Bilim ilmi cahanını taralgan Hayran bulup desem eğer bu qanday Marifetlik Uygur digen koşunda Hayran bulup desem eğer bu qanda Marifetlik Uygur degen şunda Nakşisatsız meşrepsiz o yürmeydi Sen gülmesen o eğilip külmeydi Nakşisatsız meşrepsiz o yürmeydi Sen gülmesen o eğilip külmeydi Sen ne gilsen olsun iyiydi sen için Sensiz anger o ölüydü sen için Uygur digen
meşrepsiz o